Alloh taolo shu salom lider Jondor avtosalondan xayr baraka aramasin. Iloyim. To'qqanlaringiz faqat ana shu kunlar yaxshi kunlarga ketsin. Iloyim. Nabira to'ylarga ketsin iloyim. Aldovsiz savdolar bo'lsin. Iloyim. Mijozlarimiz kelinglar. Bizlar faqat xursandmiz ana shogirdimiz o'tgan jomlar bilan kutib olamiz. Robbana otina fi dunyo hasanata va fil oxirati hasanata va qina azoban nar Rahmat ustoz. Yaxshimisiz, salomatsiz. Xush kelibsiz ustoz. Rahmat. Men juda ham xursand. Rahmat. Avval kelganimda mijozlarimiz so'rab o'tiradilar. Xo'ja aka qanday shogirdlaringiz shunday. Men mamnun sizlardan juda. Rahmat. Hamma mashinalar zo'r. Men faqat zo'r deyman. Zo'r o'tkir. Rahmat. Gap yo'q o'tkirjon. Rahmat. Mijozlarimiz keladi bir ularni bir quloq solib bo'ri $500 mashina beryapsiz bu. Bitta qirqoran bermaydi. Shunday. $500. Hozir ko'z o'ngimga $500 qora jentrani minib ketdilar. Alloh rozi bo'lsin. Har bir mashinani ham, uyni ham, farzandni ham barakasi bo'ladi. Barakatli bo'lsin shu. Rahmat. Men xursand. Xo'ja aka mana yangiliklardan $500 xalqimizga yordam bersin deb mashina berib o'tiramiz $500 bilan. Juda xursandman. Haqiqatan ham O'tkirjon $500 bu nima $500? Qarang. 1 2 3 4 5. To'g'rimi? Bu $500 ga yo bitta xatm qilasiz. Yo bitta qo'shqo'rni so'yib, to'rtta elxish bilan, qo'shnilar bilan topsin, maza qilasiz. Undan ko'ra $500 ga xohlagan mashinalarni beryapsizlar. Men juda ham xursandman. Bu kim uchun? Bu xalq uchun. Xalq maza qilsin. Chunki mana mehrim baland. Bizlar xalq bilan birga ishlaymiz, birga aldovsiz savdolar qilyapsizlar. Men xursand. Ana Qarako'l, Olot, madaniyatdan, Chorbakirdan hozir jendr olib ketdi $500 berib. Men juda ham xursand. Ana shunday hamma avtosalonlar Jondor lider avtosalonda halol va pok ishlasin. Cho'ntak bo'lib, bemalol kelinglar. Barchalaringizni lider Jondor avtosaloniga kutib qolaman.